Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Shifo klub doirasida demak savol-javoblar davom etadi. Aynan bugun Tip Art klinikasini asoschilaridan biri Ismoiljon akani oldilariga kelganmiz, tashrif buyurganmiz. Aynan hijoma, suluk, kinezologiya, igloterapiya yo'nalishlari bo'yicha mutaxassis va Shifo klubning spikerlari hisoblanadi. Aynan Ismoil akaga savollar berishgan Shifo klubga biz aytib o'tgandik, uchrashuvimiz bor deb. Bugun master klass bo'ldi, juda ham zo'r bo'ldi, bilimlar berildi. Hijoma bo'yicha. Demak, bizlarni kuzatuvchilardan kelgan savollarni o'qib eshittiraman. Ismoil aka, shunga qisqa lo'nda javob berib ketsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Xo'p, demak, aytishyaptiki, qo'shnimga hijoma qilganman, hijoma mutaxassisi. Oyoq boldir sonidan hijoma qilingan, lekin ertangi kun og'rib qolgan. Joyi. Nima sababdan? Endi bunaqa holatlar kuzatilishi mumkin. Endi bu yerda albatta xiltani yetilgan yetilmaganlik holatlari ham sabab bo'lishi mumkin. Asosiy sabablardan shu bo'ladi. Endi buni biz hozirgi zamonaviy fiziologiya to'g'ri tilida gapiradigan bo'lsak, ichak faoliyati buzilgan bo'lishi mumkin, unda qabziyat bo'lishi mumkin, limfa dimlanish holatlari bo'lishi mumkin. U paytda demak oyoqda qilinadigan bo'lsa og'rib qolishi mumkin. Shuning uchun ham biz birinchi kelgan bemorlarni, mijozlarimizni demak tepa qismidan olib turib, ichak faoliyatlarini yaxshilab va agarda qabziyat bo'ladigan bo'lsa, o'sha surgi dorilarni ichib, ovqatlanish to'g'rilab, keyin kunlarda hijoma qilsa, keyin og'riq umuman yo'qoladi. O'sha birinchi kunning o'zida ham misol uchun oyoqdagi og'riqga to'g'ridan-to'g'ri biz o'sha joyga og'riqqa nuqtaga qo'ymaymiz. Biz birinchi tepadagi modda almashinuv jarayonlarini yaxshilash maqsadida tepa qismlaridan nima deydi, yelka qismlaridan qo'yib turib, hijoma qilib turib, undan keyin qolgan 2-3 kundan keyin oyoqlariga qo'yishni tavsiya qilamiz. O'zimiz ham shu narsani nima qilamiz? Praktikada qo'llaymiz. Endi bu odam oyog'i og'rib qolgan bo'lsa, men endi tavsiya qilishim mumkin, ovqatlanish masalasini to'g'rilashlik va hamda surgi dorilar ichishligini maslahatni beraman. Xo'p, keyingi savolga yuzlanamiz. Demak, keyingi savol aytishyaptiki, 3 ta banka qo'yilgan. Muolajadan so'ng bemor o'zini yomon his qilgan. Va qayd qilish holatlari, ich ketish holatlari bo'lgan. Hijomada shunday nojo'ya holatlar bo'ladimi? Hijomada ham shunaqa holatlar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Endi buni asosan buni vegetativniy reaksiya desa bo'ladi. Ya'ni vegetativ nerv sistemasiga ta'sir, organizmga misol uchun chuqur tilinib og'riqli masala stress bo'lib ta'sir qilishda nerv sistemasidagi qo'zg'alishlar, disbalans oqibatida shunaqa holat yuzaga kelishi mumkin. Birdaniga shu qon tomir nima qiladi? Bo'shashadi, o'zini yomon his qilishi mumkin, terlab ketishi mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ichlari surilgan bo'lgan bo'lsa, demak organizm shunaqangi bir o'zini zaxiradagi kuchlari qo'zg'alib, immunitlari ko'tarilib, organizm o'zini o'zi tozalab turib, surgi dori bilan ichini surib turib, o'sha zaharlarni chiqarib olgan bo'lishi mumkin. Kuzatiladi. Misol uchun bir 20 ta 30 ta odamda bitta shunaqangi tabiiy holat bo'ladi. Bu asli o'zi yaxshi. Javob reaksiyasi. Javob reaksiyasi o'zi asli yaxshi bo'ladi. Endi bunga demak beriladigan qo'shimcha tavsiyalar bor. Ovqatlanishga e'tibor qaratish. Endi bu holatda albatta nima antibiotik ichmagan yaxshi. Ko'pchilik ichim surildi, demak nima antibiotik ichib to'xtatishga harakat qilishadi. Remitsni ichib. Bu demak holatni og'irlashtiradi. Buzadi bu holat. Organizm o'ziga qo'yib berish kerak. Ya'ni suv ichib, holatga qarab turish kerak bo'ladi. Hijoma muolajasi barcha organlarda bir martadan qilgan yaxshimi yoki har bitta organ bilan etapma-etap ishlagan yaxshimi? Etapma-etap ishlagan yaxshi albatta, agar kasal odam bo'ladigan bo'lsa. Endi profilaktikaga kelishadi, hamma organ nuqtalarini bitta qo'yishadi, bir yilda bir marta. U ko'taradi baquvvat, demak ketdi. O'sha qizlik kunlarda kelishadi ko'proq. Kasal odam keladigan bo'lsa, o'sha bitta ikkita a'zoni o'zi bilan ishlab turib, chunki o'sha a'zoga ta'sir qilgan paytimizda butun organizm o'sha a'zoni tiklashga harakat qiladi. Buni foyda tovoni bor. Hijomadan limfadan suv chiqqunga qadar qilgan afzalmi yoki bir martada qilgan afzalmi? Voy, limfani chiqargungacha uni kutib o'tirib, uni anaqasini yo'q. Sog'lom odamda chiqib kelishi mumkin. Kasal odamda yo'q.
Hurmatli do'stlar, demak Shifo klubda biz rejalashtiryapmiz seminarlar, master klasslar, aynan tabobat muolajalari bo'yicha. Tabobatni ruxsat berilgan muolajalari bor. Aynan Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika tabobat ilmiy amaliy markazida bu tasdiqlangan. Hijoma ham demak ruxsat berilgan muolajalar turiga hisoblanadi. Hijoma, zuluk, igla terapiya, kinezologiya bo'yicha master klasslarni xudo xohlasa rejalashtiramiz. Aynan kim o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsa, kim tahsil olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, aynan bizani kriteriyalarga mos tushgan. Hozirgi kunda demak juda ko'plab shogirdlarni yetishtirib chiqayotgan va o'zlari amaliyotda ishlayotgan, juda ko'plab bemorlarni davolagan, o'zini amaliyoti bilan demak xalqimizga xizmat qilib kelayotgan Ismoiljon aka. Yo'q, maqtov. Men kimga gapirar ekanman? Ismoiljon aka Shifo klub spikeri, Shifo klub spikerlari. Xudo xohlasa, demak biz rejalashtiramiz, nima deysiz? Xudo xohlasa, gap bo'lishi mumkin. Rejalashtiramiz. Aynan hijomani o'qib, bo'lib, o'rganib, o'ziga ishonchi yo'q bo'lgan insonlar ham malaka oshirishi mumkin, albatta, biz ularni chiroyli bir holatga olib kelamiz inshaalloh. Sizni og'rig'ingiz bilan, ya'ni sizni kasbingizdagi og'riqlar bilan, sizni savollaringiz bilan ishlaymiz. Bizga yozing. Aynan hijoma bo'yicha qanaqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, yozadigan bo'lsangiz, eng yaxshi o'ylantirib qo'yadigan savolga master klassga chegirma beramiz. Beramiz, gap bo'lishi mumkin emas. Yoki aktiv bo'lsin, gap bo'lishi mumkin. 50% chegirma beramizmi? Nima qilib bera olamiz? Endi bitta emas, 3 ta beramiz deydi. 3 ta beramiz. 3 ta joy beramiz. 3 ta joyga. Faqat bir 10 tadan oshiq savol tushsa, 3 ta savolga 3 ta joy beramiz. Yo'q, yaxshi savollarni beringlar. O'ylantirib qo'yaylik, Ismoiljon qanaqa ekan deb ustozlaridan so'rasinlar. Rejalarimiz katta, rejalarimiz bor, muammolar juda ko'p, savollar juda ko'p. Bu savollarga javob berib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Bo'linglar.